Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va chorva ishqibozlari. Xudo xolasa biz mana bugun Guliston tumanida joylashgan chorva bozoriga keldik. Xalq tilida aytganda ko'nchi mol bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlar bilan sifatli va manfaatli kontent tayyorlaymiz degan umidamiz. Sizlardan bitta iltimos, bitta like va podpiska bosgan holda kuzating. Biz boshladik. Yaki. Kontentga qiziqasizlarmi? YouTube'ga olasizlarmi videoga? Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, endi hozir ichkariga kiramiz. Xudo xolasa qo'y bozor, mol bozor hammasini aralashtirib, xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Bugun chiqarib. Kirib, birma-bir olib ketaveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, qo'ylar narxlari, mollar narxlari, g'unojinlar, inovasiya narxlari bo'yicha hamma batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlardan bitta iltimos bo'ladi. Faqat like va podpiska bosgan holda kuzating deb so'rab qolamiz. Qanchadan ekan aka, tog'a? 5.5 dan. 5.5 dan kam bor, ha? Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, bu qo'shqorlar 5.5 ming so'mga arziydi, arzmaydi. O'z fikringizni kommentariyada qoldirishingizni so'raymiz. Xudo xolasa yanada manfaatli va foydali videolar qoldiramiz degan umiddamiz. Aka, telefon qoldiramiz, telefon nomer. Uyingizdan borib olib kelishaveradi. Telefon nomer 77lik 274 3444 telefoniga bemalol qilishinglar mumkin. Xudo xolasa aka bilan baraka qilaverasizlar. Rahmat aka. Guliston obzorda. Guliston obzor, Guliston obzor. Aha. Bular hammasi siznikimi? Shular hammasi. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa sifatli qo'shqorlar hammasi. Qanchalarga bitirasiz? Hammasi bitta joyda savdo bo'lsa. Kelishib beraveramiz. 5 ga hozir qo'shib beraveramiz. Yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, akamiz hammasini bitta joyda savdo qilsalar, xudo xolasa 5 ga hozir qo'ysalaring, baraka qiladi. Ha, baraka qiladi. Salomat bo'linglar aka, savdoingiz bersin. Real savdolarda ham birma-bir o'zingizda ko'ring. kontent qilib boraveramiz. Bor. May 96 bu. Mana u ekalar. Qaysi? Qanchaga savdo qilyapsiz aka? 9 million 600 ming so'm qirg'och. Ikkalasiga. Ekalar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ikkalasini 9 million 600 ming so'mga savdo qilyapti. To'qillar. Qo'chqor bor, menga qarab, mana yoqqa to'sh shu moqlarni bir so'm qaramayapsiz. So'rayapti, lozimsiz. Bu yetalashgan. Bu Siz rozimisiz? Baraka qilib yuboring, baraka qilib yuboring. Yaxshi narx bo'ldi. Qanchadan aka tog'a bular? 10 million oxir o'zingizcha bilib. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkita to'qlini 10 million so'm deyapti aka. 9 million so'mga baraka bo'lmayapti. Hozir. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hammasi bitta so'rab ketaveramiz. Xudo xolasa sizlarga foydali va manfaatli video tayyorlaymiz degan umiddamiz. Sizlardan bitta iltimos, bitta like va podpiska bosgan holda kuzating. Qiziq bo'lib qoladi, xudo xolasa. Qaysilar ekan tog'a? Mana shu 3 ta ona bolami 20 millionga. Bo'ldi. Ey Shazahmat. 3 ta ona bola, xudo xolasa 20 millionga. 20 million. Baraka bo'lmayapti. Bering endi boy. Baraka bo'lgan joyini olyapti. Mana qiziq joyga berib yuboring tog'a, zo'r bo'ldi lekin. Ya oling pulni topar ekan. İnternetga chiqib ketyapti, ta'min ko'raman. Ha, men aytyapsiz. Guliston obzor. Sotmasam uyim mana yo'q. Qancha dedingiz? Kecha bozor emas. Yomon so'ramadik. Bo'pti endi. 7 dan 7 larda sotdim. Bo'lib, yana bor. Mayli. Bo'lmaydi. Aniq bo'lmaydi. O'zingiz vaqt. Muqdir aka qancha bo'lyapti?
3 ta ona bolani 20 million so'mga qilyapti aka. 25. Çoğuştmasam ketmeyapsan da. Bu boy 20. Ha, ko'rib turibsiz-da bir. Boshim puli bo'lib ketdi bu yog'i. 3 ta ena bola 20 million so'm qilyapti, tog'a 25 million so'm so'rayapti. Real narxlar hammasini olib boraveramiz. Rahmat, charchamang. Otlarni hammasini xudo xolasa navbat-navbati bilan kontentini chiqaraveramiz xudo xolasa. Do'stlar, asli hammasini xudo xolasa birma-bir kontentini chiqarib boraveramiz. Qo'y bozoriga bir arilib kelamiz. Qancha ekan aka bular? Rahmat. Do'stlar, hammasini ko'rib turibsizlar. Real narxlar xudo xolasa savdo bo'layotgan joylarni, qiziq joylardan video qilishga harakat qilamiz. Jiyan qanchadan ekan bular? To'qinlarmi bular? Xudo xolasa 5,5 million so'm kami bor. Mana, ukamiz xudo xolasa sotaveramizmi? Nomer aytib yuboring. 99lik 129 necha? 7112 telefoniga bemalol xudo xolasa telefon qilasiz. Ukamiz bilan baraka qilishlaring mumkin. Rahmat aka, charchaman. Salom. Ana hali boyaga real savdo. 3 ta ena bola 20 million so'm qilyapti, tog'a 25 million so'm so'rayapti, hurmatli kuzatuvchilar. Kurt bo'ladi odam. Qo'lida qarishib qo'lida bor aka. Erta 20 million so'm. Oluka baraka topding. Akalar, bu kimlar ekan? Endi vaqtimiz. 21 to'g'riga degan suhbatingiz biroz suhbatga 1 million deb qo'shing. Martiga so'z oldim mana baraka. Qanchadan ekan tog'a bular? Ye? Bo'la qada savdo yaxshi, charchamayapsiz. Sizlarmi bular? Ha, 7,5 dan, ha? Nechta bor? 10 ta. 10 ta. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday katta qo'ylar 10 ta bor. Hammasini bir joyda baraka qiladi xudo xolasa. O'zim bo'lam. Temir orqada qoldi. Oxiri qancha bo'ldi tog'a? 21 million. 21 million. 25 million so'rayapsizmi? 24 million. 24 million so'm. 21 millionga berdim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turishlaringiz mumkin. Bering mana. 24 million so'm deyapti aka. Yana 1 million so'm tushdi. Aka 1 million so'm qo'shdi. O'rtada 3 million so'm o'ynayapti. Bering endi aka, yomon pul bo'lmadi. Bir kishida sana olayapsini, bor. Aka keldi qo'ydi. Onlar irg'achi erkak bo'lgan. Oting endi yaxshi bo'ldi. O'zi xat qildi xizmat ketdi. Bir qoplab Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi qo'ylar asosida so'rab ketaveramiz. Qancha deyapsiz bularni? 4 million so'mdan kami bor do'stlar. Sotamizmi? Telefon qoldiramizmi? Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, hammasini bitta olib ketaveramiz. Qancha deyapsiz aka? 5 million 400 ming so'm. Rozimisiz? Bor 54,5. O'sanda bor. Sal orttir baraka bo'lsin. Va hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, real savdolardan xudo xolasa qiziq joylardan bilishga harakat qilamiz. Nima deysiz? 5 tayinsiz. Aka 6 million olsa baraka bo'lsin. Sal yo'l qo'yib bering, savdo. Qarang, hurmatli kuzatuvchilar,
men tushunishim bo'yicha 61danchi. Zotorman 6 million deyapti. Olomon aka 5 million so'm deyapti. Yo, sen olgan baraka bo'lsin, yo'q pul nima kerak? Xo'roz aka aytib.